kimnidir nimadir dumini bosib qo'yganmisiz? Yoqmaydigan gap gapirib qo'yganmisiz? Yo'q. Seleksioner o'zini ishida davom etaveradi. Sotuvchilar kimdirani srochini qo'yini sotmoqchi bo'lganlar qiynalishdi. Chunki odamlarning orasida gap, fitnalar, yolg'onlar ko'payib ketdi. Tuhmatlar ko'payib ketdi, lichniga ham o'tib ketishdi, o'sha yomon ishlar bo'lib ketdi. Endi bu hammasi joy-joyiga tushadi. Aka, bu nimaga bo'lyapti o'zi? Bu narsalar nimaga bo'lyapti o'zi? Gap so'zlarmi? Ha, o'zi qayerdan chiqdi o'zi? Kimnidir nimadir dumini bosib qo'yganmisiz? Yoqmaydigan gap gapirib qo'yganmisiz? Yo'q, bilmayman, men lekin nimaga o'zi tabiatim bunaqa emas. Endi aka bunday gapni qo'ldan kelgancha ikkita Gelandewagen, bitta GLS, yana qaysidir 3-4 ta mashinamni sotib chiqqanman deb qilib ish. Prosta bitta kirmaydi, sarmoya kirgizmasangiz bo'lmaydi. Yoki sarmoya kamroq bo'ladigan bo'lsa, qo'zilaridan yengilroq pulga olib turib, vaqtingizni ketkazasiz. Yo'q, vaqt pulga sotib olasiz, yo'q pulni vaqtga sotasiz. Mana shu. Siz vaqt pulga sotyapsiz. Endi sharoit bo'lganda shunaqa qilindi, o'shaning uchun ham narxlar mana shunaqa bo'lib ketdi. Oldik, tezroq natijaga erishish ehtimolingiz bo'ladi. Bu tegidi o'zi xalqqa. Rosti kelsa mana xalqqa foyda, to'g'ri aytibdilar. O'shani ko'rgan haligi qimmatbaho qo'chqorimizdan tushgani ham ideal tushmaydi. Misol 50 ta qo'y qochirsa bir ideal bo'lishi mumkin 10 ta, 15 ta misol. Qolgan 35 ta napodobiy mamlaqalar bo'ladi, tushunasizmi? Bular nima qiladi? Pashti go'sht narxidan ketadigan bo'lsa, mayli, sal qimmatroq bo'lsa, zot olib ishlatish mumkin. Bu degani mashinaga yerga qo'yilib ko'payadi deganda O'zbekistonda buni ko'pchilik afsuski tushunmayapti. Bu gapga ham gap topishadi, o'sha aytib qo'ydim men. Milliy qo'yimiz bor edi bizani, o'shani rivojlantirish kerak degan gapga qanaqa? Milliy qo'yimiz aka bizani bo'lmagan. Bizda Jaydar qo'ylar bo'lgan, mahalliy qo'ylar bo'lgan. Hisor padvaprosim aka. Hisor tog'lar o'zi Tojikistonlarligini hamma geografik biladi, misol uchun. Возможно, o'sha yerdan o'tgan qo'ylar bilan qanaqadir chatishib qilingan bo'lishi mumkin. Misol uchun, Arashan tanov bo'lgan Qirg'iziston qo'yi, misol uchun. Qirg'izistonni brendini kuchaytiryapmiz degan gaplarni eshitdim. Bu bizni sotib oldik, bu bizaniki-ku. Men paroda shunaqa bo'lsin, nima anaqa qilishimiz kerak. Nima farqi bor? Bizda ko'payadi, biz tushgan qo'ysiz bizaniki, sizniki ertaga bozordan olsangiz, yiriroq qo'y olsangiz, qonida Arashan bo'ladigan bo'lsa, qo'zi bo'ladigan bo'lsa, misol uchun hamma uchun foyda bu. Arashan qo'y nima parametr bo'yicha baholanadi? Men o'zim bilimimdan kelib chiqib aytaman, shu mana shu yaqin 8-10 oy ichida orttirganim bilim bo'yicha. Rang emas. Qora rangli Arashanim ham bor. Ko'pchilik sariq deb ishonch adashib ketadi. Parametr bo'yicha shajarasi muhim. Juda muhim. Otasi kim? Otasi, dodasi, желательно bitta odamdan so'ramaysizda uni, qo'ni qo'shnisi, tanish bilishi, imini shu bilan ishlaydigan odamlar ham palonchi keladi, palonchi qo'chqor deb aytadi mana qo'ychilar orasida ham. Muhim. Ikkinchisi bo'yi. Uchinchisi kalla formasi, quloq tuzilishi. To'rtinchisi tug'ilgandagi vesi va o'sayotgan paytdagi ves parametri.